Assalomu alaykum hammaga. Hozir juda ham bir zo'r aksiya bo'lib turgan edi. Shu aksiyadan qanday qilib to'g'ri foydalanib qolishni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Ko'pchilikka xabar kelgan bo'lsa kerak, Uzum bank hozir yangi Uzum bankni botidan registratsiyadan o'tib, karta ochtirganlarga 40 ming so'm pul taqdim etmoqda. Bu juda ham zo'r imkoniyat, chunki siz ham 40 ming so'm pulga ega bo'lasiz, ham bepul kartaga, ham Uzumning boshqa servislari, ya'ni 30 kunga foizsiz pul olib turish xizmati bor. Hech qanaqangi foiz to'lamaysiz 30 kunda qaytarsangiz. Keyin yana bir nechta servislari bor. O'shalarga ham birdaniga ega bo'lasiz. Demak, hozir qanday qilib shu aksiyadan to'g'ri qatnashishni birgalikda ko'rib o'tamiz. Video ostida albatta silka bo'ladi. Shu silkani ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Demak, shunday joy chiqadi. Bu yerda boshlash albatta. O'zimizga qulay bo'lgan, o'zimiz tushunadigan tilni tanlaymiz. O'zbek tili bizni misolimizda. Va bu yerda ro'yxatdan o'tishni boshlashni bosib qo'yamiz. Hop, rozilik beramiz. Telefon raqamini ulashishni bosishimiz kerak bo'ladi. Hop, Uzum kartangiz bormi degan joyga yo'qni belgilaymiz. Yo'q, kartani rasmiylashtiramizni belgilaymiz. Agar sizda avvaldan Uzum karta bo'lsa, bu aksiyada qatnasha olmaysiz. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Yoki buni ham yo'llari ko'p. Oilangizda misol albatta pasportga ega har qanday insonni shu aksiyadan ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Hop. Kartani rasmiylashtirishni bosamiz va bu yerda kartani ochishni bosadigan bo'lsak, bizni Play Marketga olib o'tib ketadi. Bizning telefonimiz Android, iPhone'larda ham albatta ishlaydi, iOS'larda ham. Demak, programmani sketchat qilamiz. Xo'p, sketchat qilganimizdan so'ng открыть ochamiz. Xo'p, ilovani sketchat qilganimizdan so'ng uni ochishimiz kerak bo'ladi. открыть. Hozir menda ilovaga kirgan paytda ekran zapis qilish imkoniyati yo'q ekan, shuning uchun boshqacha bir variantdan foydalanyapman. Ilovada men avvalroq ro'yxatdan o'tib qo'ygandim. Siz birinchi marta kirganingizda telefon raqam kiritishni so'raydi. O'sha bot orqali o'tgan telefon raqamni kiritishingiz kerak bo'ladi. Va o'sha telefon raqamingizga kod keladi. O'sha kodni kiritasiz va sizdan parol yaratishni so'raydi. O'zingizga ma'qul keladigan birorta parol yaratasiz. Albatta harf va sonlar aralashtirgan holatda yaratishingiz kerak bo'ladi. Va pastki qatoriga o'sha yaratgan parolingizni yana boshqatdan yozib, bosasiz pastki tugmasini va ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Va ro'yxatdan o'tmaganingizdan so'ng shunday joyga siz ochiladi. Bu yerda открыть kartu Uzumni bosamiz. Bu yerda ikkita bu yerda оформить kartani bosishimiz kerak bo'ladi va bu yerda ikkita variant beriladi. Plastikovый va virtualniy. Bizga virtualniy kerak. Endi agar Toshkentda yashaydigan bo'lsangiz, shu birinchi variant tanlasangiz bo'ladi. Lekin biz Toshkentdan uzoqroq bo'lganligimiz uchun bizga virtual ham bo'laveradi. Demak, dalshi. Xo'p, siz dalshini bosganingizdan so'ng pasport daniylarini kiritishingizni so'raydi. Shu pasportni shu serial raqami va tug'ilgan oy, yil sanangizni kiritganingizdan so'ng Face ID bo'limiga o'tkazib yuboradi va yuzingizni Face ID qilasiz va sizda ham mana shunday jarayon kelib chiqadi. Ya'ni mana bu yerda hozir bu yerda boshqa nima chiqib qoldi. Mana bu joyda sizda xuddi shunaqangi, ya'ni karta chiqarilmoqda degan nima turadi. Menda hozir Uzum karta borligi uchun bu proses amalga oshmayapti. Va shu nimani ariza qoldirganingizdan so'ng uzog'i 15-20 daqiqada sizga Uzum karta ochiladi. Ungacha botga qaytib qolgan jarayonni bajarib turamiz. Va kartamiz ochilgunga qadar ro'yxatdan, shu botdan ro'yxatdan o'tishni yakunlab qo'yamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tishni davom etishni bosamiz. Bu yerga o'sha pasportimiz danisini so'rayapti, ya'ni JSHR. JSHR nimaligini bilsangiz kerak. O'shani qanday qilib yozishni ham bu yerda ko'rsatib qo'yaman. Va o'shani kiritganingizdan so'ng bu yerda отправить bosasiz va siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Hozir menda boya aytganimdek, karta menda ochilganligi uchun bu kiritishim kerak emas menga qaytadan. Menimcha hammasi tushunarli, hammasi oddiy. Aksiyadan unumli foydalanamiz va
va bepul kartaga bir nechta xizmatlarni foydalanish huquqiga ega bo'lamiz. Va shu bilan bir qatorda siz do'stlaringiz yoki uydagilaringizni o'zingizning referalniy ссылкаңiz orqali ro'yxatdan o'tkazish orqali yana qo'shimcha daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Har bitta taklif qilgan odamingizga o'sha 40 ming so'mga yaqin pul taqdim etiladi. O'sha o'zingizni referalniy havolangiz ссылкаңiz orqali o'tkazganingizda. Hammaga omad!